Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 4-darsimizga yetib keldik. Bu darsimizda ko'rib chiqadiganlarimiz JavaScriptda variables o'zgaruvchilar. Xo'p, JavaScriptda eng muhim darslardan biri bu o'zgaruvchilar. Ya'ni JavaScriptda dasturlashtirilgan 3 xil o'zgaruvchi turi mavjud. Var, let, const. Oldin eshitmagan bo'lsangiz xavotir olmang, bularga hozir bitta-bitta to'xtalib o'tib ketamiz. JavaScriptda dastlab hamma o'zgaruvchilar var kaliti so'zi orqali e'lon qilingan. Ya'ni JavaScriptda oldin faqatgina var kaliti so'zini o'zi bo'lgan. ES6 dan boshlab let va const o'zgaruvchilar qo'shilgan va shu asnoda hozirgacha var, let, const o'zgaruvchilari mavjud. Shu joyda yana bir gapni aytib ketadigan bo'lsam, var bu eskirgan, ya'ni bundan ishlatilish hozirda tavsiya qilinmaydi. Hozirda let va constdan ishlatish tavsiya qilinadi. Xo'p, ularni bir qator ko'rib chiqadigan bo'lsak, qanaqa qilib yozamiz va ularni qanday qilib ishlatamiz. Lesson 3 bizda bugun darsimiz o'tgan safargimiz kerak emas. Shu joyda yana bitta narsani gapirib o'tib ketadigan bo'lsam, biz JavaScriptda kommentariyalarni qanday yozamiz? Ya'ni HTML CSS da ko'rgan bo'lishlaringiz uchun mumkin, ya'ni kommentariyalar oddiy o'zimiz uchun foydali bo'lishi mumkin. Bo'lmasam kodlarni ham kommentariyaga olib, ya'ni uni to'xtatib qo'yishimiz ham mumkin. Shunchaki Ctrl// deb bosadigan bo'lsak, biz mana alertimiz ishlamayapti, ya'ni kommentariyaga olib qo'ydik. Ya'ni ko'p qatorlik kommentariyalar ham mavjud JavaScriptda. Misol uchun mana 1, 2, 3 deb yozib qo'ydim. Shuni agar kommentariyalarni yozadigan bo'lsak, hop, slash yulduzcha va oxiriga kelamizda shu joydan yulduzcha slash qiladigan bo'lsak, endi bu birato'la 3 ta qatorda kommentariyaga oldi. Xo'p, buni yana ham oson usuli bormi desangiz, ha, 3 tani olamiz. Ya'ni nechta joyda kommentariya qilmoqchi bo'lsak, shunchaki Ctrl// qilib qo'yadigan bo'lsak, har bir qator uchun bular bunaqangi slashlardan joylab chiqadi o'zi. Ya'ni kommentariyaga olib qo'yadi. Shu asnoda JavaScriptda kommentariyalarni ham ko'rib qo'ydik birato'la. Xo'p, endi aytganimizdek, bizda 3 ta o'zgaruvchi mavjud ekan. Boshida ES6 dan oldin var kaliti so'zi bor edigan xolos. Misol uchun ES6 dan oldin. Xo'p, var kaliti so'zi bor edi xolos. Misol uchun bunga first name deyman. Xo'p, keyin first name deb shunday yozib turarsam hozircha. Xo'p, misol uchun Donyorbek. Xo'p, buni endi konsol logga chiqarib ko'radigan bo'lsak, first name mana saqlanib qildim va buni men ochib olganman. Darsimizda open line server qilib inspect qilib ko'radigan bo'lsam, mana o'zgaruvchim keldi. Oldingi safar biz nima qilayotgandik? O'zgaruvchi ishlatmasdan shunchaki konsol logga mana Donyorbek deb chaqirayotgandik. Buni agar kommentariyaga olib tursam, mana bu chiqayotdi. Bemalol, ya'ni 4-qatordan. Xo'p, lekin men bu Donyorbek so'zini men qayta ko'p marta ishlatmoqchi bo'lsam, kommentariyaga olaman. Shunaqa joylarda biz o'zgaruvchilarga olishimiz kerak. Ya'ni o'zgaruvchining kalit so'zi beriladi. Bu joyda var mana, keyin o'sha o'zgaruvchiga nom va shu nomni chaqirganimizda nimani olib kelishini aytib qo'yamiz bu joyda. Hozir mana Donyorbek degan yozuvni olib kelishini biz xohladik va first name ni chaqirganimizda bu tenglikda o'ng tarafidagi ma'lumot, ya'ni saqlangan ma'lumotni olib kelyapti bizga mana first name da. Xo'p, biz buni bemalol o'zgartirishimiz mumkin mana. First name teng deb turib, misol uchun Samandar deb qo'ya olamiz va konsol logga yana chaqirsak first name ni. Endi ko'ringlar, 10-qatordan nima chiqar ekan va 7-qatordan nima chiqyapti. Bitta ko'radigan bo'lsak, mana 7-qatordan Donyorbek, 10-qatordan Samandar, ya'ni o'zgargan holati. Mana bu joydan Donyorbek chiqyapti. Ya'ni bundan keyin chiqarganmiz, keyin 9-qatorda o'zgartiryapmiz va 10-qatorda buni chaqiryapmiz, bunda Samandar chiqyapti. Shu ko'rinishda ishlatamiz. Xo'p, vardan lekin ishlatish tavsiya qilinmaydi. Shuning uchun biz keyingisiga o'tib ketaveramiz. Nimaga ishlatish tavsiya qilinmaydiganlarni yo'lma-yo'l JavaScriptga sekin kirib borganimizda, chuqurlashib borganimizda bu varda kamchiliklarni xudo xolasa sizlarga yetkazib boraman. Xo'p, keyingisi bizda let. Let bu o'zgaruvchi. Var ham nima ekan? O'zgaruvchi ekan. Ya'ni bemalol biz bergan qiymatimizni o'zgartira olyapmiz, to'g'rimi? Endi keyingisi bizda bu const. Let misol uchun age deb yozdim. Yoshimni misol uchun 25 mana. Xo'p, endi shuni konsolga chiqarsam, age. Hozir yoshim 25 bo'ladigan bo'lsa, mana bemalol chiqaryapti. Nechinchi qatordan? 13-qatordan chiqaryapti. Biz ham konsolda 13-qatorda chaqirganmiz.
Ya'ni bunda ham let kalit so'zini yozamiz ekan, ya'ni o'zgaruvchi kalit so'zi va unga nom beramiz va uni qiymatini beramiz. Uni nomini chaqirsak, uni qiymatini olib kelib beradi bizga mana. O'sha o'zgaruvchini qiymat. Misol uchun bu age deb bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Keyingi mana 26 ga kiradigan bo'lsak, mana endi o'sha age chaqiramiz. Ko'rsak mana bemalol o'zgaryapti. Ya'ni bu joyda yozganimizga to'g'ri kelyapti. Let ham o'zgaruvchi ekan. Endi const bor bizda. Xo'p, const kalit so'zi bilan yoziladi va endi bunga nom beramiz. Misol uchun nima demoqchimiz? Last name deb mana. Xo'p, bu joyga endi tursin. Endi qaranglar, const nima ekan? Bu o'zgarmas. Hozir ko'ramiz. O'zgarmas ekan, bu konstantalar uchun biz buni ishlatamiz ekan. Xo'p, o'tsam, menda chiqdimi Tursunov? Mana chiqdi va 19-qatordan. Endi buni pastidan men o'zgartirib ko'rishga harakat qilay buni. Last name teng, misol uchun Orolboyev deb qo'ydim. Mana. Va buni men pastda chaqirmoqchiman. Last name ni. Endi chaqirmoqchi bo'lsam, ko'ryapsizmi, xatolik beryapti. Typing error mana. Xatolikni ham ko'rsatib beryapti qaydaligi. Ko'rdingmi? Variables constant deyapti. Ya'ni biz constlarni o'zgarmas qiymatlar uchun ishlatamiz ekan. Ya'ni o'zgarmaslar uchun. Ularni o'chirib oladigan bo'lsam, mana ko'rib chiqdik biz var, let va const o'zgaruvchilarni ko'rib chiqdik. Endi bularni misol uchun hozir faqatgina o'sha nomini olib turib o'zgartirishga harakat qilyapmiz. Endi bu joyda men yana o'sha kalit so'z bilan murojaat qilay. Let bilan age ga yana murojaat qilsam, bu murojaatimni qabul qiladimi, yo'qmi mana ko'radigan bo'lsam, buni shunchaki kommentariyaga olaman va buni tepaga ko'taraman altda. Bemalol ko'tarsam ham bo'ladi. Endi qaranglar. O'tib ko'rmoqchi bo'lsam, bu xato mana, sintaksis xato. Sintaksis tarafdan bunda yozish mumkin emas. Mana o'zi xatoligini ham aytyapti. Ya'ni bitta kalit so'z xotirada, ya'ni kompyuterimizning RAM-ida, xotirada bitta joy ajratib turib, o'shani saqlaydi. Misol uchun let age dedimmi, bo'ldi, kompyuterning xotirasida, RAM-ida bitta age nomli ma'lumot saqlab turibdi. Uni qayta yana let kalit so'zi bilan yana qayta unga murojaat qila olmayman. Ya'ni tasavvur qilinglar, biz maktabimizda yoki universitetimizda xonalar bor, ha? Misol uchun maktablarda 1-A sinf, 2-B sinf yoki 1-B sinf bo'ladi. 9A, 9B yoki 9C bo'lishi mumkin. Shunaqa qilib, ya'ni xonalarni ajratib qo'yilgan. Chunki xonalar bir xilda bo'lib qolsa, adashib ketishimiz mumkin. Bunda ham shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni H2 desam, lekin bu bemalol ishlayveradi mana. Nomi shu chicha o'zgartirib qo'yishimiz kerak mana. Endi bemalol ishlayveradi mana 30 chiqib beryapti menda 16-qatorda. Shuna qilib, ya'ni bitta o'zgaruvchi nomi bilan, ya'ni kalit so'zi bilan yozilgan qiymatlar, o'zgaruvchi nomlari yana qayta o'sha o'zgaruvchi kalit so'zi bilan yozilganda bir xilda yozish mumkin emas. Const ham shunday mana. Const deymanda last name teng, misol uchun o'sha Orolboyev deb qo'ysak mana. Bu bunday mumkin emas. Ko'ryapsizlar, mana o'zi qizil chiqaryapti. Buni o'chirib olsak bo'laveradi. Xo'p, lekin bu narsa varda mumkin. Mana first name deymanda, keyin Abubakir desam, bu ishlayveradi lekin. Mana ko'ryapsizmi, Abubakirni olib beryapti 8-qatordan. Mana 8-qatordan olib beryapti. Endi Doniyorbekni ustidan bu birato'la yozib oldi. Ko'rdingmi? Varda birinchi kamchiligi shu. Ya'ni qayta yana nomlab o'zgartirib yozib olish mumkin. Xo'p, endi biz o'zgaruvchilarni ko'rib chiqdik. Endi o'zgaruvchilarga to'g'ri nom berishni ko'rib chiqadigan bo'lsak. JavaScriptda shu o'zgaruvchilarga to'g'ri nom berish, ya'ni to'g'ri nomlash. Keyin bu joydagi nomlaring, ya'ni qiymat, ya'ni valyularingga mos kelsin. Xohlagancha nom beravermanglar. Qandaydir sizdan keyingi dasturchi sizni kodingizni o'qiganda bu tushunarli ko'rinsin u uchun. Nima yozayotganingiz tushunarli bo'lsin unga. Shuning uchun biz berayotgan qiymatimiz, ya'ni valyuyimiz o'sha biz berayotgan nomga munosib bo'lishi kerak. Shuning uchun nomlayotganimizda qiymatimizga qarab to'g'ri nom bera olishimiz ham kerak. Xo'p, o'zgaruvchilarga name'lar bir xil nom bilan berish mumkin emas. Ya'ni bir xil nom bilan berish mumkin emasligini ko'rib chiqdik-a. Ya'ni conceptni yana last name deb yoza olmaymiz ekan. Ikkinchisi, bizda raqamlar bilan boshlash mumkin emas. Mana bularning hammasini kommentariya qilib qo'yaman. Ctrl/slash belgilab mana. Misol uchun let mana 2 name deya olmayman. Teng mana
bu ko'rinishda menda yozish mumkin emas. Lekin oxiriga raqam qo'ysam bo'ladi. Boshiga qo'yishim mumkin emas. Boshiga chiziqcha qo'yishim mumkin emas, lekin tag chizib qo'yishim mumkin. Keyin ikkita narsani ajratayotganda o'rtasiga ham chiziqcha qo'yish mumkin emas. Yana bir ko'rib chiqadiganlarimiz bo'lsa, mana name'lar deb turib, bunaqangi dollar yoki rishotka shunaqangi simvollardan foydalanish mumkin emas, lekin dollardan o'zidan foydalanish mumkin. Mana foiz, keyin boshqa bunaqangi nomlardan foydalanish mumkin emas. Lekin oxirida bemalol bu ko'rinishda ham foydalanish mumkin emas ekan, ya'ni raqamlardan oxiridan foydalanish mumkin. Keyin bizda first name deyapmiz, mana orasini bunday qilib ochish ham mumkin emas bunda. Ya'ni CSS da klasslarni berganimizda buni ishlatishimiz mumkin edi, lekin JavaScriptda bu mumkin emas. Xo'p, bunaqa holatda nima qilaman desak, bizda camel case usuli bor. Ya'ni bu tuyani o'rkachga o'xshab turib, mana camel case usuli bor bizda. Shundan foydalansak bo'ladi. Ya'ni ikkinchi ajratmoqchi bo'lgan so'zimizni bosh harfini katta qilib qo'yamiz. Mana first name desak, mana bu bizda bemalol ishlatiladi. Ya'ni dasturchilar ko'pincha shu camel case usulidan foydalanadi. Bizda keyingisi Pascal case ham bor. U qanaqa bo'ladi desang, Pascal case'da bizda boshidagi harf ham katta, keyin o'rtasida ajratib, ya'ni ikkinchi bermoqchi bo'lgan so'zimiz ham kattada bo'ladi. Misol uchun mana bunday bo'ladi. Last name. Shu ko'rinishi Pascal case bo'ladi mana. Ko'rdingizmi? Bu camel case, bu Pascal case. Xo'p, qaysi biridan ko'proq foydalanadi dasturchilar desangiz, bu Pascal case'dan foydalanadi. Bu birinchidan. Bundan ham foydalanish mumkin, bemalol, xatoli yo'q, lekin bu hammani ko'ziga o'rganib qolgan va shu usulda yozish dasturchilar uchun ma'qul. Sizlarga ham tavsiya qilib qo'yardim Pascal case'dan, camel case'dan foydalanishda. Xo'p, orasini ochish ham mumkin emas. Bu joyda yana bitta aytib ketadiganimiz mana name deb turib, mening misol uchun ismim demoqchi bo'lsa, ismim deya olmaydi bu ko'rinishda. Ko'rdingizmi? Ya'ni orasiga buni ham qo'ya olmaydi. Qanday qilamiz ekan? Biz bemalol camel case'dan foydalanishimiz mumkin. Yaxshi. Demak, o'zgaruvchilarga to'g'ri nom berishni ham ko'rib chiqdik. Xo'p, darslarni ko'rib chiqinglar. Tushunmagan joylaring bo'lsa, bemalol descriptionda biz shu Telegram kanallarimizni qo'yib ketaman. Ya'ni u joylarda kommentariyalarda yoki shu mulohaza qiladigan gruppalarimiz ham bor. Ya'ni bilimimizni almashib bir-birimizga savol berishimiz mumkin. U gruppalarga ham kirib, bemalol savollaring yoki tushunmagan joylaring bo'lsa so'ranglar. Darsni yana ham ko'proq tushunish uchun qayta-qayta ko'rib olsalaring, xudo xolasa yaxshi tushunarli bo'ladi sizlar uchun. Xo'p, demak, buni ko'rib, o'zlaringga mashq qilib, turli xil nomlar berib, ya'ni let, constlardan foydalanib ko'proq kodlar yozishlarini tavsiya qilaman. Var biz deyarli ishlatmaymiz darslar mobaynida. Faqatgina biz let bilan constdan foydalanamiz. Letni o'zgaruvchilar uchun ishlatamiz, constni biz o'zgarmaslar uchun ishlatamiz. Ya'ni konstanta qiymatlarga const ishlatamiz, o'zgaruvchi qiymatlarga let ishlatib ketaveramiz. Ya'ni ketaveramiz shu ko'rinishda. Xo'p, keyingi darsda ko'rishguncha